Yo'q, mana oramizda kimdir, mashqni oramizda bir 25-30 yildan keyin 3 kishimi, 4 kishimi, 2 kishi qoladi, aytib yuradi. Falonchi o'rtoqlar bilan dalaga borib, shashlik qilib yerdi. Endi ular do'stlar, maktab davrini eslayapmiz, maktab davrini. Voh, issiq ham zo'r aka, shashlik deydi. Meni o'tir. Men kuyat olsam bo'ladi. Limon qoldi, xolos limon. Limon qoldi ama. Moldek ko'k yedik ama. Alxoram kelganda ko'kdi. Ko'k deylar, ko'k deylar. Meni aytaman. Chestok deylar. O'rtamni ko'k qolmasin. Shunda bir yerim tugadi. Yo'q, qolib ketdi. Yarimi qolib ketdi-mi? Yarimi qolib ketdi. Yo'q, ko'k desam, shashlik qolib ketadi. Buni foydasi bor, yetarli bor. O'rta limon qo'yib, o'rta limon bor. Limonni rasi yedik ama ko'k. Ama foydasi katta. Limonni bor, xudo xohlasa yetarlisan. Limongina bor. Ama limon yegandan oshqozonim ham yaxshi bo'lyapti. Limon kamaytirding, narami? Go'sht kamaytirding. Limon chiqib kam chiqdi.